Bizga ham shunaqa chiroyli va fayzli xonadonlar nasib qilsin deganlar shu videomizni kommentiga inshaalloh deb yozib keting. Qarang, juda ham chiroyli xonadonimiz. Kirishimiz bilan kengina xo'l, o'zini mebel texnikalari ham o'rnatib qo'yilgan. Uyimiz mebel texnikalari bilan yaxshi narxda sotilyapti. Bu xonadonimizning oshxonasi bo'ladi. Yonida birinchi xonasi kattagina va chiroyli bo'lgan mehmonxonamiz joylashgan. Shunaqa uyda kim bilan yashagan bo'lardingiz? Videoni o'sha insonga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin. Bu birinchi qavatdagi umumiy yuvinish xonasi. Yonida bo'lsa ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, o'zini mebel hamda texnikalari o'rnatib qo'yilgan. Uyimizni qarang, juda ham chiroyli ta'mirlab qo'yishgan. Remontlari sizga yoqdimi? Yoqqan bo'lsa videoga bitta like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Bu xonamizdan balkonimizga ham o'tsak bo'ladi. Bu xonasini o'g'il bolalar uchun yotoqxona qilib bersanglar ham bo'ladi. Shu yotoqxonamizning yonida bo'lsa kladovka uchun bitta xona ajratib ketilgan. Bu xonamizning yonida qiz bolalar uchun yana bitta yotoqxona qilingan. Xonadonimizning umumiy maydoni 3 sotix, xonalarning soni 6 ta, o'zini yozgi oshxonalari ham bor. Bu esa ikkinchi qavat uchun mo'ljallangan umumiy yuvinish xonasi va oxirgi 6-xonasi kattalar yotoqxonasi bo'ladi. Ichida o'zini yuvinish xonalari ham qilingan. Narxini 175 ming dollar so'rashyapti. Yana kelishiladi. Xonadonimizda 3 Qahramon postidan 5 kilometr o'tganinglarda elitniy mahallada joylashgan. Lokatsiya Telegram kanalimizda.